Yana bir bor assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, dinkardoshlar. Bizda tayyorlanayotgan hafta egallarning xususiyati sizni prostatit, adenoma, gemoroy kasalliklaridan shifo topishingizda yordam beradi va erkaklik quvvatini ko'taradi. Nimaga? Buni ustiga o'tirganingizda, avtomashina boshqarganingizda yoki ofisda o'tirganingizda shu narsani ustiga o'tirib olsangiz, sizni qimirlagan hisobingizga massaj qiladida, sizni prostatitdan, adenoma ko'p siyishlik, gemoroy kasalliklaridan shifo topishingizda juda katta yordam beradi. Shuning uchun bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. Bizda haqiqiy originalniy teridan tayyorlanganlari bo'ladi. Hech qanaqa искусственный koja ishlatmaymiz. Haligi ko'pchilik aytadi, koj zaminatel deydi. Unaqa narsa ishlatilmaydi. Faqatgina haqiqiy naturalniy mexdan va haqiqiy teridan tayyorlangani bo'ladi va pechati bo'ladi o'zida. O'ziga pechatlar qo'yiladi. Mana shu shifo hafta egarda haqiqiy originali. Buni to'rtburchak varianti bo'ladi. Ko'rpachalik, to'shakchalik ko'rinishda avvalgi varianti bo'ladi. 100% kojinning to'shakchaligi bo'ladi. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'ladi. Mana shu hafta egalarida Xudo xohlasa yurtimiz bo'ylab ekspress pochta orqali, BTS pochta orqali mijozlarimizga doimo yuborib turamiz. Hamisha ishlatishadi. Ishlatganlar xursand bo'lib, ko'pchiligi yozadi. Oldim, rahmat deydi, foydasini ko'rdim deyapti. Xudo xohlasa foyda qiladigan mahsulot topganmiz. Har xil arzongaroq reklamalarga o'zini har xil vallomad deb o'zicha doktorlik qilyapti-yu, lekin qayerdandir ko'chirmachilik qilib qilayotgan hafta egalariga ishonmanglar. Ular haqiqiy teridan tayyorlanmagan bo'ladi. Haqiqiy teridan tayyorlangani mana shularni o'zimiz o'z qo'limiz bilan, qo'l mehnati bilan tayyorlab beramiz. U yumshoq narsani qo'yib bukiladi deb ko'rsatyapti, u bukiladigani sizga aslo foyda bermaydi. Haqiqiy shifo hafta egar yo qayrag'och yog'ochidan tayyorlanadi. Mol terisidan 100% tabiiy jun, tabiiy meh qo'yilgan holatda tayyorlab beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.